Mana bugun ustozimni ko'rganimdan juda xursand bo'lib ketdim. Nimaga aylanadilar she'riy kurslari? Respublikada birinchi mutaxassislardan biri. Minnatdorlik patologiyalarni aniqlashdi. Shuning uchun shu ustozni kurslariga keldik. Odillashtirish kurslarida eng oxirgi ma'lumotlarni olamiz. Odillashtirib ma'lumotlarni va aniq yetkazib beradi. Va yanada yangilikni bilib o'rganish uchun xalqaro standartlar bo'yicha ommabop bu insonni shogirdi bo'lganimni juda faxrlandim.